G'arbiy Yevropada suhurluq va iftor vaqti. Savol. Assalomu alaykum. G'arbiy Yevropada yashayotgan musulmonlar yozliq vaqtining o'xshash bo'lishi hamda u davlatlarda ro'za tutish vaqtining uzun bo'lishi, kun petish vaqtining keyin bo'lishi sababli suhurluq va iftor vaqtini Makka vaqti yoki Italiyaning Rim vaqtini qo'llanib ro'za tutsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, oila tavabatlariga va toki qiyomatgacha uningga ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Yevropaning g'arbiy va shimolidagi kunduz odatdan tashqari uzun yoki kecha odatdan tashqari uzun bo'ladigan diyorlarda yoz oylari ba'zida kecha faqatla 2-3 soat bo'ladi. Ro'za tutilgan kunduz 21-22 soat bo'ladi. Qish oylarida aksicha bo'lishi mumkin. Masalan, Makkada 15 soat ro'za tutilgan chaqlarda, Janva bilan Paris shaharlarida 18,5 soat ro'za tutiladi. Berlinda 19 soat. Finlandiyaning shimolidagi Olo shahrida 23 soatga yaqin ro'za tutiladi. Shimoliy qutbda bo'lsa, kunduz so'zilib bir qancha oy bo'lib ketadi. Ba'zi joylarda 6 oy kunduz, 6 oy kecha bo'ladi. Bu diyorlardagi musulmonlar ro'za tutish va eg'iz etishda og'ir qiyinchiliklarga duch keladigan bo'lg'achqa, olimlar bu vaqtda izlangan. Olimlarning qarashlari tuvandikicha. 1. Saudiya Arabiston olimlarining ko'pchiligi bir kun ichida kecha bilan kunduz ayrilib turadigan diyor bo'lsa, kunduz uzun bo'lsin yoki qisqa bo'lsin, kunduzda ro'za tutish lozim. Tutolmay qiynalib qolganlar keyincha qiynalmaydigan kunlarda qazosini qilib olsa bo'ladi deb qaragan. Ammo kunduz bir qancha oy, kecha bir qancha oy so'zilib ketadigan bo'lsa, Makka vaqtiga yoki ashu diyorlarga eng yaqin kecha kunduz ayrilib turadigan joyning vaqtiga mo'ljarlab eg'iz ochadi deb qaragan. Bu qarashga asosan kecha 1 soat bo'lsa-mu 1 soat ichida iftor bilan suhurluq yevilib, qolgan 23 soatda ro'za tutish lozim. Ammo 6 oy kecha, 6 oy kunduz bo'ladigan joyda Makka yoki o'ziga eng yaqin normal vaqtlik davlat vaqtini hisoblab namoz o'qisa, ro'za tutsa bo'ladi. 2. Azhar Fatva Komiteti va Azhar olimlari yuqoridagi diyorlarda soatni mo'ljarlab turib, kun osmondagi chaq bo'lsa-mu eg'iz ochsa bo'ladi deb qaragan. Shariat ko'zlagan maqsadlarni oldimizga akilib turib qaraydigan bo'lsak, ikkinchi qarash muvofiq ko'rinadi. Shariat insonni qiynashni ko'zlamaydi. 5 vaqt namozni yarim soat ichiga yig'ib qo'yish yoki 1 soat ro'za tutib 23 soat eg'iz echish yoki aksicha qilish shariat ko'zlagan maqsadlarni qo'lga keltirmaydi. Tibbiy jihatdan aytganda 18 soatdan ziyoda ro'za tutish normal holatlarda inson badaniga ziyonli bo'ladi. Inson badaniga ziyon urish shariat ko'zlagan ish emas. Vaqtning benormal bo'lishi vaqt chek-chegarasi yo'qolib ketgan ahvolga o'xshash. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal haqida to'xtalgan Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda mundoq kelgan. Biz, ey Rasululloh, u zaminda qanchalik turdi deb so'rasak, Rasululloh 40 kun, bir kun bir yildek, bir kun bir oydak, bir kun bir haftadak, andan qolgan kunlari sizlarning kunlaringlardek dedi. Biz, ey Rasululloh, bir yildek ashu bir kunda bizga bir kunlik namoz kifoya qilandi desak, yo'q, uningga vaqt mo'ljarlanglar dedi. Imom Navaviy aytadi. Uningga vaqt mo'ljarlanglar deganning ma'nosi har kuni tong atgandan keyin peshin bo'lg'uchilik vaqt o'tsa peshinni o'qinglar, uningdan keyin asr bo'lg'uchilik vaqt o'tsa asrni o'qinglar, uningdan keyin sham bo'lg'uchilik vaqt o'tsa shamni o'qinglar. Xubtanmi shundoq. Demak, ashu uzun kun oxirlashguncha bamdad, andan peshin, andan asr, andan sham, andan xubtan o'qiydi. Shunday qilib, bir yillik namozning hammasi vaqtida o'rindalgan farzlar bo'lgan bo'ladi. Buningga asosan bir kunduz bir sutkadan ortiq davomlashadigan diyorlarda barliq olimlarning qarashi bo'yicha Makkaga yoki eng yaqin normal vaqtlik shahar vaqtiga qarab ro'za tutadi. Bu ahvolda kun osmondagi chaqda iftor vaqti bo'lib qolsa-mu iftor qilaveradi. Buningga barliq olimlar ittifoq. Kecha bilan kunduz bir sutka ichida keladigan shaharlarda ahvolga qaraydi. Ro'za tutish vaqti 17-18 soat atrofida bo'lib, bardoshlik berilaydigan bo'lsa, ro'zani kun patqicha normal tutaveradi. Uningdan ortiq bo'lsa, masalan 19-21 soat ro'za tutilgan bo'lsa, ashu diyorlarda yashaydigan musulmonlar vaqtning uzrab ketganligidan bakli qiynalib ketadigan bo'lsa, tuvandagi ikki ishning birini qilsa bo'ladi. 1. Makka mukarrama vaqtini hisob qilish. Makkada qancha soat ro'za tutiladigan bo'lsa, masalan 14 soat ro'za tutiladigan bo'lsa, turayotgan diyorida tong atgan chog'da ro'zani boshlab, soatga qarab turib 14 soat vaqt o'tganda eg'iz ichib iftor qilsa bo'ladi. Bu chog'da kun taxi patmagan bo'lsa-mu mayli. 2.
kecha bilan kunduz normal bo'ladigan eng yaqin diyorning vaqtini hisob qilish. Masalan, Italiya desak, u yerda qancha soat ro'za tutiladigan bo'lsa, misolga 12 soat ro'za tutiladigan bo'lsa, turayotgan diyorda tong atgan chog'da ro'zani boshlab, soatga qarab turib 12 soat o'tganda ig'iz ichib iftor qilsa bo'ladi. Bu chog'da kun taxi patmagan bo'lsa-mu mayli. Lekin bu ikkinchi qarash bo'yicha eng yaqin normal davlatda biror davlatni belgilash ta's bo'lishi mumkin. Shunga shaharlarning markazi bo'lgan Makkani asos qilish qulayroq. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 91-nomerlik fatvo.